Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdqa Cürozi. Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü İslaq 2025 yıl 5. ayının 28. günü haftaga düşenbe vatandaş. Bugün sözleydiği leksiyimiz mındak. Buraya Ukrayna, Rusya uruşı meselesi. Ondan keyin Jungo-Rusya münasebeti to'g'risida yana büyük irator betida yozilgan bir parça maqola. Shundan qisqacha ishga tayyorlab keldim degandek. Masalaga o'tgan dedim büyük irator beti yaqindan beri sezgör masalaga diqqat qilyotdi dedim men vatandashim. Endi bu sezgör masala hozir siz biz uchun aytganda Rusya Jungo münasebeti tarixdan beri Uyghur için sezgör bulup geldi. Hazır künde texamo sezgör buluvatıdı. Endi hazır Rusya bilen Jungo oturuşki münasebet, evvel iqtisadi münasebet, endi siyasi münasebetle. Bugünkü makalda deyişçe hazır avazsız yaki sadasız rekabet Rusya Jungo oturuşta başlandığı değildi. Ben şu tariqada sizlarga bugün leksiya sözleyime vatandaşım. Leksiyanın mavzusu mındak. Rusya-Ukrayna uruşunun ahırısı var mı? Yok emas. O ahırdaki haber gibi. Bugün Vladimir Putin bilen Xi Jinping oturuşundaki ihtilaf özlüksüz kengaymakta mavzu. Rusya-Jungo rekabeti başlandı. Mavzula haber 5. ayının 27. günü büyük irator beti ilan kılındı haber. Bundak başlandı. Rusya Ukrayna'ya tecavüz kılıp kirgendiğin keyinki krizisten paylanıp azı Jungo Kompartiyası dairleri Rusya'nın ananevi tesiri dairesideki Otur Asya'ya sınıp görüp Otur Asya'ya 4. yıl tabi gaz trubisi yatkızmakçı oldu. Lekin Rusya üçün en mühim bolgan Sibiriya ikkinchi Toruba yatkızış yolu meselesi de Jungo'luklar jim turib oldi. Az ikki liniya. Bu tarafta uçuq esa g'arb tarafdan Uyg'uriston bilan Turkmaniston bilan Uyg'uriston o'tirishda yaqib keldigan turib bir yo'l vatandaş. Bu taraftan hazır Jungo kelayotgan amaliyotlarga echish dahi boshlanmagan tashqi Mongoliya orqali Rossiyadan Jungoga yetib kelayotgan tabiiy gaz va neft turib yo'li vatandaş. Demek hozir Jungoni energiya va iqtisod sohasi bog'lab turayotgan ikki liniya. Birisi mustaqil Turkmaniston, buning Rossiyaning ta'siri bormi yo'qmi bilgili olmaydi. İkincisi bevosita Rossiya o'zi bilan Jungo o'tirishda bo'layotgan savdo vatandaş. En büyük deydiğimiz bu Rusya, Mongoliya, Jungo, nefret durubu da tabii gaz durubu bir yolu. Aynı çağda bu yolu aşsı mı aşması mı lekin nefret ve tabii gaz degen Avrupa'ya akıdığan gap ekendik. Tabii gaz Avrupa'ya akıdığan gap ekendik. Ukrayna'ya tecavüz kıldı Rusya. Rusya vuruşu başlandı. G'arb dünyası Rusya'nı embargo qilishga başladı. Avrupa'nın şu qatorda Rusya'nı embargo qilishga başladı. Bu energiya, yani tabii gaz Avrupa'ya emas, Prezident Vladimir Putin'nin nazarida Jungo'ga eqishi kerak. Hazır Jungo bununla qiziqmayotidi degan gap. Vladimir Putin bunu bu 5. ayının 20. günü Reis Xi Jinping Moskvani ziyaret qilganda bir qatam o'tirib qo'yibdi ham. Lekin bunun aktif pozisiyada bo'lgan emas Reis Xi Jinping vatandaş. Ondan keyin hozir aytimizki baş elçi emas, Rusya'nın veziri Mishustin 5. ayının 23. günü Jungo'nu ziyaret kıldı ve Reis Xi Jinping'in kabul kılışına erişti. Vezirliği Çan'ın kabul kılışına erişti. Muş oturdu koyulgan mesele iqtisodga yoki energiyaga münasebetlik birinchi mesele. Mesela PS2, yani Sibiriya turib yo'li, gaz turib yo'lini echish meselesi. Lekin bununla Jungo taraf yani Reis Xi Jinping ijobiy javob qaytarmagan gap. Bunu Prezident Vladimir Putin o'zi ta'kidlayotgan sharoitda
Reis Xi Jinping bunun icabi cevap kaytırmagan gap. Meselenin özü edi. Bu siyaset dairesi alkıp çıkıp iqtisad sahasındaki yerikleşiş, endi aldığımızda Rusya çünkü otururuz siyasetke tesir görürsem diyor. Siz biz koyduğun meselemi şu. Oyluşduğun meselemi şu vatandaş. Mesela alaylı 5. ayının 8. günü Amerika Qoşmuş Ştatlarının Beijing turuşluq baş elçisi Cumhuriyet Taşqi İşler Ministeri Qin Gang bilen görüştü Beijing'de. 5. ayının 10. günüden 11. günügacha 2 gün Amerika Qoşmuş Ştatları Aqsaray Devlet Bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan Jungo diplomati Wang Yi bilen Vinada yig'in o'tkazdi vatandaş. Ma kunlarga qarab turibdi-mi? Tugudimi? 5. ayının 23. günü Rusya'nın veziri Mishustin Jungo'ga ziyoratga keldi. Shunami? 5. ayının 25. günü Prezident Vladimir Putin Moskova'da Kreml sarayida Yevro-Asiya İqtisad Komiteti yoki Yevro-Asiya İqtisad Birleşmesining yig'inini açtı. Bu yig'inga Prezident Vladimir Putin o'zi riyosatchilik qildi. Qarang vatandosh, o'zi riyosatchilik qildi. 24. günü Xinhuaning xabariga qaraganda Reis Xi Jinping bu yig'inga tabriknoma yo'llaganda ekran orqali suhbat qatnashdi. Gapning ochig'i Prezident Vladimir Putin Yevro-Asiya İqtisad Komiteti yig'iniga Osiyodagi birdan-bir do'sti Jungoni chaqirishi kerak edi. Chaqirmadi. Shunami? 5. ayının 17-18 kunlari masalan Yaponiyada chilg'a 7 davlat yig'ini. Shuningga ulgu etiblar. Cungolukla çakırgan Avrupa, O'rta Asya devlet başlıkları ve Cungo devlet başlıklarının yığını, Şian yığını. O 7-18. günde Şian yığını. Bu yığınga O'rta Asya'daki 5 devlet, 6 devlet hemmisi Şian'a teklif kılındı. Şanghay Hamkarlık Teşkilatı'nın Katar'daki Vladimir Putin bolsun veya ki Cungo'nun dostu en yakın Kadinas dostu Vladimir Putin bolsun, Prezident Vladimir Putin O'rta Asya devlet rehberleri bilen billa yığınga, Şian'a yığını teklif kılınmadı vatandaş. Esa qoida bu iş teklif qilish kerakmi deyə qandaq. Mesela Şanghay Hamkarlık Teşkilatı'nı nazar tutqanda, mesela Rusya Cungo münasibetini nazar tutqanda teklif qilinishi kerakmi deyə qandaq vatandaş. Bugün endi Rusya bilan iqtisodiy hamkorlik sohasida qarab turing, o'tirg'i chiqayotgan masala boshqalarga mashinada aeroplan to'shaydigan savdo emas. Turib bilan eqib keladigan tabiiy gaz, turib bilan eqib keladigan xom neft. Sibiriya, Cungo, Mongoliya yo'li. Rusya, Mongoliya, Cungo yo'li turibisi. Sibiriya 2. Onun belgesi Sibiriya 2. ekan. Endi hozir Turkmanistondan O'rta Asiyadagi davlat Turkmanistondan Cungoga eqib kiradigan D liniyasi. Bu 3. yo'l deb ataladi ekan. Bu qatim O'rta Osiyo yig'ilini chaqirgan vaqtda Reis Xi Jinpingning so'zida qurilish xarakterli iqtisodiy qurilish bilan shug'ullansak, mesela ekiş 4. katımlık, yak 4. liniye tabii gaz ve nefet akkuzduğun 4. liniye O'rta Asya, meyli Türkmenistan, meyse qaysi devlet oturursa kuruluş gerek. Hazır Reis Xi Jinping'nin Şian yig'inida o'ttirib qo'ygan birden bir talab shuki vatandaş. 5 O'rta Asya devleti qo'ygan talab shuki. Ona siyasi cihetki rolunu koyup durun. Hazır iqtisadi cihetki meselini aytganda, biri Rusya Prezident Vladimir Putin'nin teşebbüsü rad qilindi. Yoki jimg'o'rlik bilan javob qaytarildi. Reis Xi Jinping öz aldığa, mesela Türkmenistan O'rta Asya yo'li 4. liniye D liniyasi, yo'q 4. liniye. Hozirgi mavjud D liniyasi 3. liniye. Bu Türkmenistandan kiradigan gaz. O'tgan yili 1 yilda Türkmenistandan Cungoga kirgan tabiiy gaz 360 milyon atrofida kub metr.
Gördünüz mü? Türkmenistan'dan O'rta Osiyodan kirdigini shunchalik sandi, shunchalik miqdorda. Biroq Rossiyadan kirdigini-chi, masalan, mushu Sibiriya yo'li orqali Rossiyadan kirdigan tabiiy gaz 160 million kub metr. Tang barobar degidek Jungo O'rta Osiyoga oqdi. O'rta Osiyodan eqib kirdigan tabiiy gaz manbasini topdi. Jungo Rossiyani nazarga ilmidi yoki talabli fikrlarini rad qildi. Yoki Rossiyadan keladigan tabiiy gaz manbasini kerak qilmadi. Chunki bu yer tashqi Mong'oliyaning qurilish aslahalari nefit oqqizishda qaloq deyiladi ekan. Jungo bu yerga eqib kirdigan yoki Jungo bozoriga eqib kirdigan tabiiy gaz Rossiyadan keladigan tabiiy gaz uchun tashqi Mong'oliyadan zo'r pul xarjlab qurilish qilishga to'g'ri keldi. Balki bu bir sababdir, vatandosh shundaqmi ya? Tapaydi sang sabab degan tepilib turadigan narsa bu. Maqsad o emas. Sen qilmasang bu qurilishni Rossiya qilishi mumkin, shundaymi? Demek senin Rossiya bilan o'tirda eqib kirdigan tabiiy gaz liniyangdan o'tgan yili bir yilda 160 million kub metr tabiiy gaz, Turkmenistondan eqib kirdigan, Jungo eqib kirdigan bu yo'ldan 360 million kub metr tabiiy gaz. Demek iqtisodiy jihati Jungo O'rta Osiyoga og'di, Rossiyani tashladi. Siyosiy jihati Jungo O'rta Osiyoga singib kirdi. O'rta Osiyoga singib kirmoqchi bo'layotdi. Hatta 4-liniya nefit tabiiy gaz oqqizadigan 4-liniyani qurmoqchi bo'layotdi. Shu orqali O'rta Osiyo davlatlarini o'ziga jalb qilyotdi. Shu anjig'ini shu kan desangiz, ahvol mana shu darajada do'stlar. Endi iqtisoddagi bu mujmallik siyosat sohasidagi mujmallikni qanday keltirib chiqardi? İqtisod sohasidagi bu ochiqlik, ya'ni rad qilish, Rossiyaning fikrini rad qilish siyosiy jihati yana qanday sabablarni o'rtaga chiqardi. Siz shuni qarab bakın, Kremlda ochilgan Yevro Osiyo iqtisod komiteti yig'iniga Xi Jinping bevosita taklif qilindimi, qilinmadi bu to'g'rida xabar yo'q. Biroq o ekran suhbati orqali so'zlabdi, buni qo'yib turaylik. Biz buni hozir taklif qilinmadi deyli. Xuddi shundaqla Rossiya Jungo O'rta Osiyo davlat boshlig'i yig'iniga Vladimir Putin ham taklif qilinmadi. Bu balki xalqaro besimdir, G'arb dunyosining besimi Rossiya Jungo munosabatiga nayt chibarlik bilan diqqat qilayotgan G'arb dunyosi buni Jungoga ehtiyotchan holat keltirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu tarafın badi gap ehtiyotchan holatdan chiqarib o'tganda Jungo Rossiya o'rtasidagi boshli mavzu deb turgan raqobat hozir raqobat davri boshlandi dedi. Vatandosh.